Bugungi mavzumiz ajrim. Farzand Alloh tomonidan berilgan eng oliy ne'mat. Hozirgi kunda bir yilda O'zbekistonda 45 mingdan ortiq oila ajrashmoqda. Bu esa o'rtacha 100 ming nafar norasidalar ota-onasiz qolmoqda degan. Tasavvur qilyapsizmi? 100 ming nafar. Meni ajrashib ketayotgan ayollarga aytadigan gaplarim bor edi. Chunki men mana shunday xatoga o'zim yo'l qo'yganman. Sababi men yaxshigina ishda ishlab, yaxshigina pul topardim va men kibrga berildim. Turmush o'rtog'imni mensimadim va uni talablariga bo'ysunmadim. Oiladagi ishlarni qilishga, ro'zg'or ishlarini qilishni xohlamadim. Men shunday fikrda edimki, men o'zim oilani boshqara olaman. Farzandlarimni o'zim tarbiyalay olaman. Ularni moliyaviy tomondan ta'minlay olaman deb o'ylagandim. Men katta xatoga yo'l qo'ygan edim. Sababi buni men qachonki farzandlarim voyaga yetganda tushundim. Chunki turmush o'rtog'imdan ajrashgandan so'ng qizimni turmushga bergan vaqtimda uni yuziga doimiy ravishda "Seni onang ajrashgan-ku, sen kim bo'larding? Shu xotinni tarbiyasini olgansan-da" degan gaplar orqasidan u xonadonimga juda ko'p yig'lab kelar edi. Va men har safar qizimni yig'lab turgan ko'z yoshlariga qarab afsus nadomatlar chekardim. Yana bundan tashqari o'g'il bolani tarbiyasida ham otaning muhim roli bor ekan. Sababi meni o'g'lim voyaga yetgandan keyin mutlaqo meni gaplarimga kirmay qo'ydi. Ko'chadan beri kelmas, ko'chadagi o'rtoqlar bilan yurdi. Na bir kasb hunar egalladi, na bir ishga kira oldi. U ham doimiy ravishda dadam bilan ajrashgansiz deya menga ta'na qilar edi. Men buni juda kech tushundim. Men kibrga berildim. Ayol kishi bo'lsam ham oilani eplayman deb o'ylagandim, lekin xato ekan. Sababi orada men ishlab turgan vaqtimda kasallikka yo'liqib, 1 yil o'zimni davolatdim. Lekin o'sha paytda farzandlarim yig'laganda menga suyanish uchun 1 yilga kerak bo'ldi. Men uni topa olmadim. Sababi turmush o'rtog'i yo'q edi menda suyanadigan inson, maslahat oladigan, bolalariga maslahat beradigan, oilani ushlab turadigan erkak kishi ekanligini men kech tushundim. Shu sababdan ajrashib ketayotgan ayollarga maslahatim, bu faqat sizning kelajagingiz emas, bu farzandlaringizni ham kelajagi. Ularga kelajakda mana shunday dashnomlar, shunday ta'nalar eshitmasligi uchun ajrashish masalasida o'ylab ko'rishingizni maslahat berardim. Bir o'ylab ko'ring. Biz qilgan xatolar uchun farzandlarimiz javobgar bo'lib qolish qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Bundan 12 yilcha avval 2013-yilda turmush qurganmiz. Ayolim bilan avvaldan tanishidik, bir-birimizni yaxshi ko'rganmiz, yaxshi ko'rishib turmush qurganmiz. Davlat ishida ishlamas edim. Keyin oradan 1-2 yil vaqt o'tdi. To'ng'ich farzandimiz dunyoga keldi va oradan yana 1-2 yil vaqt o'tdi. Ikkinchi farzandim dunyoga keldi. Xullas, shu tariqa hayotimiz davom etdi. Ishdan borganimda hali u kam, hali bu kam deya boshladi va shu tariqa oramizda gap so'z o'ta boshladi. Bir-birimizni tushunmay qoladigan darajaga kelib qoldik va shunday qilib ayolim menga ajrash taklifini bildirdi. Oradan 1-2 yil vaqt o'tdi va shunday qilib ikkinchi marta oila qurishga qaror qildim. Barcha yoshlarimizga asosiy e'tiborni oilaga qaratgan holda birga baxtli
yashashni oldilariga maqsad qo'yib, umrini oxirigacha birga yashashlarini xohlagan bo'lardi. Bu oilalarning taqdirlari har xil, qismat esa o'xshash. Bir o'ylab ko'ring, shu arzimas sabablar farzandlaringizni yetim qilishga arziydimi? Men turmush o'rtog'im bilan turmush qurganimga 18 yil bo'lgan bo'lsa-da, ikkalamiz baxtli yashar edik. Oilamizda xursandchilik kunlarimiz ko'p bo'lar edi, lekin vaqt o'tishi bilan qaynonam menga kun bermaslikni boshladi. Har bir ishimdan ming topardi, o'tirsam o'poq, tursam so'poq qilardi. Hayotim borgan sari qiyin ahvolda, ya'ni farzandlarim, xo'jayinim bilan o'rtamizda ko'p janjallarga sabab bo'ldi. Bir o'g'lim, bir qizim bo'lsa-da, hozir qizim voyaga yetib qoldi. Bugungi kunda shu holatlarga chidamagan holda turmush o'rtog'im ham chidolmadi. Har kuni janjal, urush, oiladagi arzimagan sabablar bilan oilada janjal bo'lardi. Shu kunga kelib ikkalamiz ajrashishga qaror qildik. Ya'ni xo'jayinim men bilan ajrashdilar. Ikkita farzand bilan qaynonamning zulmiga chidolmadim. Shu oiladan chiqib ketdim, bo'shab ketdim. Ikkita qizimni, bir o'g'il, bir qizimni hozirda qiynalsam-da o'qiyapti institutda. Onalarga, qaynonalarga aytadigan gapim, hurmatli qaynonajonlar, nabiralaringizni, farzandlaringizni taqdirini o'ylagan, ularni o'ylab, ularni qiynamasdan, farzandingizni, o'g'lingizni oilasini saqlab qo'ygan holda ularga o'z farzandingizdek mehr berib, o'sha oilaga yaxshiligingizni ayamay to'g'ri yo'l ko'rsatsangiz, bunaqangi ajrim oilalar kam bo'lar. Qaynonalarga tilagim, farzandingizni baxtini o'ylab, bu holatlardan chekinishingizni, kelinlarni o'z qizingizdek ko'rishingizni, zulm qilmasligingizni so'rab qolardim. Men o'tgan hayotim 20 yil mobaynida qiyinchiliklarni bosolmaganim, qaynonamdan xo'rlanganim sababli sizlardan iltimos qilaman. Jon qaynonajonlar, kelinlaringni xo'rlamanglar. O'z qizlaring o'rnida ko'ringlar. Men o'ziga to'q xonadonda tug'ilib, voyaga yetdim. Ota-onam xohlagan narsamni qilib berishdi, hamma sharoitimni qilib berishdi. Men o'zim xohlagan yigitga turmushga chiqdim. Lekin ular men xohlagan sharoitni qilib bera olmadilar, turmush o'rtog'im. Men hozir o'ylab aytaman, sabr qilganimda balkim yaxshi bo'larmidi deb. Bizda qiyinchiliklar bo'ldi, men o'sha narsaga chiday olmadim. Men hozir yoshlarga aytadigan gapim, biz sabr qilishimizni, sabr qilishni ham bilishimiz kerak ekan. To'g'ri, bizda qiyinchiliklar o'tdi. Men o'sha narsaga qanoat qilmadim. Hozir xo'jayinim bilan 7 oy yashadim. Keyin ota-onam uyiga qaytib ketdim. Farzandimni ota-onam uyida dunyoga keltirdim. Mana farzandim 5 yoshga уже to'ldi. Lekin ko'chadagi erkaklari menga qarashi juda ham to'g'risi og'ir botadi. Ular bilmadim qanaqa o'ylaydi. Turmushdan ajrab kelgan ayolga hech kim yaxshi ko'z bilan qaramas ekan. O'shancha iltimos qilardim ayollarimizdan, sabr qanoatli bo'laylik. Sal qiyinchiliklar hammani boshidan o'tib ketadi. Faqat sal sabr qilishimiz kerak. Bu sabr ortida go'zal bir hayot bo'lishi mumkin. Agar sizning ham hayotingizda qanaqadir og'ir kunlar bo'layotgan bo'lsa, turmush o'rtog'ingiz bilan chiqisha olmayotgan bo'lsangiz, sabr qiling. Sizda hali vaqt bor.